Assalomu alaykum. Hurmatli kat yo'l qildiruvchilar. Xo'p, mana kat yo'limiz xudo xolasa bitdi. Yoqdik. Xo'p, graduslari mana 60 gradusdan o'tyapti. Bag'ini xo'p, mana 60 ga qo'yilgan, xudo xolasa. Mana gradusi o'shdi. 60 ga chiqib Hop. Bag'da ana apparatni nososlar, podachilar temirda chiqib ketgan. Hop, bu tomonga hojatxonaga, hammomga, bu tomonga hop, o'sha uylarimizga ketgan, xudo xolasa. Hop, mana apparatkalar. Hop, mana yoqqa podachi apparatka qilib yerdan mana ko'mib olib borganmiz. Hop. O'shaqda ikkixona uyimizga xudo xolasa montajini qildik. Xo'p, mana bemalol hop 24 metr joyga borgan, xudo xolasa. Mana manidan podachi apparatka bo'lib kirib chiqqan. Xo'p. Mana oshxonamizga bitta batareya qo'yganmiz. Hop, mana xudo xolasa bularning isi yaxshi. Hop, mana yerda o'tirgan xonada bitta batareya bor. Hop, isishi zo'r. Xudo xolasa shu 60 gradusga kelyapti. Hop, mana o'sha podachi apparatka ketgan joy. Bemalol agar mabodo shuna qilib tortadigan bo'lsangiz, izolyatsiya qilib tortib qilaverasizlar, xudo xolasa. Hop, mana yerda o'sha topli pol. Topli pol. Mana xonada topli pol ham batareya sora bo'lish uchun bu xonada. Mana xudo xolasa o'ta zo'r. Kat yo'lga ama gap yo'q, xudo xolasa. Mana temir podachida bo'lgan, o'ta zo'r qizdiryapti mana. Temir podachida bo'lgan bu razvalka. Mana hammomi. Mana yerda pechka bordi, chiqarib tashladik, xudo xolasa. O'ta zo'r.